Assalomu alaykum qizlarjonlar. Men bugun sizlarga Oriflame kompaniyasining Philosophy Wellness Pack ayollar uchun bo'lgan seriyasi bilan ozgina bo'lishmoqchiman. Bu bizda ayollar uchun bo'lgan nabor vitamin seriyamiz. Bitta korobkada 21 ta sashet paketi bor. 21 ta sashet paket bizda 21 kunlik dozamiz. Bitta paketimiz bizda 1 kunlik doza hisoblanadi. Bu paketimiz ichida nimalar bor? Tanishib o'tamiz. Omega 3 bu baliq yog'idan olingan. Sostavida 79% baliq yog'i bor. Bizning organizmimizga qanday foyda keltiradi? Nerv, mozg, pamiyatimizga, zreniyamizga juda ham foydasi katta. Terimizni ichki tomonimizdan namlantirib turadi. Undan keyingi vitaminimiz. Bu vitaminimiz astaxantin ekstrakt chernika. Bu vitaminimiz bizni qarashimizni ichki tomonimizdan sekinlashtirib berishga yordam beradi. Undan keyingi vitaminimiz qanday? Bu multivitamin. Multivitamin sostavida 10 ta multivitamin, 10 ta minerallardan iborat. Bizning organizmimizni mineral va multivitaminlarga to'ydirib beradi. Bu vitamin nabor vitaminimizni 18 yoshdan tipa opa-singillarimizga tavsiya qilaman. Qizlarjonlar, hammanglar olib ichinglar. Когда organizmimiz vitamin va vitaminlarga boy bo'lsa, shundagina bizda uncha-muncha kasallar bizdan yiroq bo'ladi. Buni korobkada saqlashimiz kerak, yopiq holatida, polkada saqlashimiz kerak. Quyosh, svetni, kunni nurlari tushmasligi kerak. Shuni hisobdan ham mana shunday chiroyli upakovkada ishlab chiqarilgan qizlar.